Assalomu alaykum akalar, Eldoradagi savdo kasasidan. Bugun 20-aprel kechki vaqt aeroport Pul. Akalar, bugun Somon Air kechki dushanbaga reyslarimiz bor. Bez dokumentida akalarni o'tkazgalik keldik. Va kirdi chiqdigi Smart Aviaga akalarimiz bor. Ularni ham jo'natgalik keldik va kechki vaqtga O'zbekistonga reyslarimiz bor. Ularni ham o'tkazamiz. Akalar, bizning adreslarimiz Ulisa Domingo dom 27 da joylashgan. Keyin kimki zapret yoki ochiq dokumentlarni tekshirmoqchi bo'lsa, Eldorado savdo kasasiga murojaat qilaveringizlar. Bir kunda tekshirib beramiz. Atigi 700 rubldan. Eldorado savdo kasasiga murojaat qilaveringizlar. Biz dokument bo'lsa, bemalol o'tkazib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha biz sizlarga xizmatlaringizga. Mana akalar, bugun 20-aprel. Hozir tashqaridan bir kirgizib keldik. Mana siz ko'ryapsizlar. Bu yerda o'sha o'tyapti akalarimiz, shu yerda kutib turibmiz. Endi bu yerdan birinchi etajdan 3-etajga qanaqa chiqasizlar? Hisob bez dokument bo'lsalaringiz. Tamam. Bu yoqqa yuramiz aka. Turingizlar. Sразу kirganda o'ngga burilamiz. O'ngga burilgandan keyin to'g'rida lift bor. Liftdan 3-chi chiqamiz. O'zi u yog'i qiymas, top o'tib ketasizlar. Bilmasligi mumkin-da. O'shaning uchun bu yaxshi-da. Bilmaganlar, bizdan kimtakalar, bizdan bel tomagan bo'lsa ham o'zlari o'tib ketadi-da. Bu shuning uchun yaxshi. O'tib oldingizmi? Ha, o'tdim. Chotkimi? Kattaroq. Xo'sh, bu yoqangiz bel chiqmasa edi hozir. Bu yoq ham ketyapti. Somon Airga bu. Biz o'tkazib qo'yamizmi ekan, yo'qmi ekan? Shurdami? Zo'r ekan. Rahmat katta sizga. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga. Nima deysiz? O'tkazib qo'yamizmi ekan, yo'qmi ekan? Ishlaringizga omad. Bel olingiz. Haqqo nima yo'qmi? Haqqoniz yo'q. Daji qarang. Daji qarang, uni ham oldiryapti. Akalar, siz ko'chim qilib kelmangizlar. Somon Airga dushanbaga bugun 20-apreldan 21ga o'tar kechasi. Bu yoq akamiz ham shurda. Bellar olib biringizlar, biz shurda o'tkazib qo'yamiz. Bugun 20-aprel kechki vaqt akalar. Mana bu yerda bez dokument akalarimiz mana kelyapti. Ko'ryapsizlar. Bu yoqqa o'sha o'tkazib olamiz. Birinchi etajda proverka bor. Sразу. Qayerda militsiya yo'q, o'sha yerdan o'tkazamiz. Akalar, iloji boricha kelaverganingizda mana shu yerdan mana shuga vходga qarangiz. Agar shu yerda militsiya bo'lmasa, shu yerdan tap kirib ketsalaringiz bo'ladi. Mana shu yerdan. Ko'proq iloji boricha mana shu yerdan kiringizlar. Kelaveringizlar. Mana shu yerdan zimlab o'tib ketadi. Bakalarimiz bez dokument, agar ushlasa shtraf qilib zapret qilish ham mumkin-da. Bakalarimizga yordam beramiz. Ular bugun dushanbaga Somon Airda uchib keladi. Bu yerdan tap kirib ketadi. Sumkalar o'tkazingizlar. O'tkazib. Qo'yish salom. Shuradan o'tamiz. Akalar, assalomu alaykum. Bugun 21-aprel kechki vaqt Sankt-Peterburgdan chiqib ketadi akalarimiz. Akalar, o'zingiz talondan olingizlar. Bo'ldi, hammalaringiz. Hozir yana bolalar kelardi, ularni ham bila ketasizlar, maylimi? Turingizlar. Bo'ldi akalar, sizlarga oq yo'l, bo'lmasam bo'ldi, xo'p. Sog' bo'l. Bo'ldi. Xo'p aka, xo'p. Davay sizga aka. Bo'ldi. Assalomu alaykum Eldorado savdo kasasidan. Bugun 21-aprel kechki vaqt aeroport Pulkova kirdi chiqdi akalarimiz bor, ularni o'tkazyapmiz. Akalar, Eldorado savdo kasasi bemalol murojaat qilaveringizlar. Bu O'zbekistonlik akalarimiz, ularga muammo yo'q, ya'ni bir kunda bemalol kirib chiqadi. Tojikistonlik akalarimizga bir tarafga iloji boricha yozyapmiz. Lekin hozir Chelyabinskga 1,5 sutkada pashti kirib chiqyapti. Tojikistonliklar akalar sal qiyinroq. Eldorado savdo kasasi adresi Ulisa Domingo dom 27, korpus 1da joylashgan. Bemalol murojaat qilaveringizlar. Boshqa yo'nalishlar bo'yicha va zapretlarda ochiq yoki yopiqligini ham tekshirib beramiz. Bemalol murojaat qilaveringizlar. Biz sizlarga xizmat beramiz.
Eldarbek assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Gransiyaga kirib chiqib, xudo xolasa tyumenga keldik. Kafeda o'tiribmiz. Hammasi yaxshi. Odamlaringiz hammasi kirib chiqdi mana.